oxirgi qo'shilgan imtihon savolini o'quvchini ham, hurmatli haydovchini ham ko'rish kerak. Diqqat qilinglar. Demak, avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishdagi harakatlanishga ruxsat etiladi deyapti. Demak, tezligi 40 dan kamaga oshaverayotganiga diqqat qilinglar. Yo'l harakat qoidalarini 68-bandga binoan tezligingiz 40 dan kammi eng chetki o'ng qatorda harakatlanishingiz kerak ekan. Eshitayotdi, ayrim haydovchilar bor 30, 35, 40, 20 yurib chap tomonga o'tib, tirbandlik hosil qilishadi. Mana ularning bo'lagi eng chetki o'ng bo'lak. Tushundinglar? Demak, bu vaziyatda chap qatorga chiqa olmaydimi? Chiqa oladi. Faqat qayrilish, burilish, o'zib ketish aynan uchun chiqishi mumkin. Ko'ramiz, bu vaziyatda avtomobil to'g'riga shunday ham yurishi mumkin o'ng qatordan. Qayrishi ham to'g'ri deymiz, burilishi ham to'g'ri deymiz. Faqat chap qatorga o'tib to'g'ri yurish noto'g'ri-da. Tushundinglar? To'g'ri variant mana. Birinchi raqam, 3-chi, 4-chi raqamlar to'g'ri. Faqat chap qatorda to'g'ri yurish noto'g'ri deymiz. Chunki tezligi 40 dan kam. Hisob qo'yinglar, hozir like bosib qo'yinglar, kommentarlar kirib qoldirib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.